Xo'sh, assalomu alaykum aziz do'stlar. Bular sensorli kulchator o'rnatishda tushuntirib o'taman bilmaganlarga. Ajoyib yechim bo'ladi deb o'ylayman. Xo'sh, bizga mana bunaqangi sensor kulchatorimizni yangi sotib olamiz. Necha pul bo'lsa, pulni aniq bilmayman точно. Xo'sh, keyin bizga 220 tok hamda blok pitana kerak bo'ladi, hamda svetimiz. Bu 12 volt yonadigan svet bo'ladi. Buni 220 ga yonadigan qilib katta lampochkalarda ulaslangan bo'laveradi. Xo'sh, bizga birinchi navbatda mana bu 222 degan tokimizni mana bu N va L nimasiga X ga ulab qo'ymaysizlar. Mana videoda ko'rinib turibdi to'liq. Mana shu holatda ulaysizlar. Qaytish tokimizni va blok pitanaga X ko'rinishda turgan N va L belgilari orqali ulaversa, buni nima deydi? Plus minus yo'q. Xuddi mana shu holatda ulaysizlar. Blok pitanadan chiqqan tokda 12 voltli lampochkamizga ulab olasizlar. Keyin mana kulchatorimizni shunday qilaring, o'chib yonadi. Video tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Hammaga rahmat. Oddiy va sodda, tezda tushunarli. O'zbekcha variant yo'q ekan videosi. O'sha hisobiga videoja sifatli bo'lmasa ham ustaxona o'zidan o'zlaring uchun qulay bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Like bosishdan chiqmasin.